Assalomu alaykum obunachilar, YouTube ishqibozlari. Bir obunachimiz molxonangizni obzor qiling degan ekan. Molxonamiz oddiy naves qilgan. Oddiygina naves usulda qurganmiz molxonamizni. Kam rasxod. Bunaqa 30 million, 40 million sarflab molxona qurmaganmiz. Mana oddiy naves, mana qishda ham shipir tagida turaverdi. Zarapan o'rab qo'ydik. Yemlarimiz turishibdi, o'sha qo'yib qo'yganmiz. Yem ham turgan. Xudo xolasa. Shu oddiygina molxona. Bu molxonamiz eski. Mana shu buqalarni yoshligida olganimda 7 milliondan 10 ta buqa olgandim. Hozir 2 ta qoldi, mana katta. Mana shu molxonaga 9 metriga, uzunligi 9 metr, eni 6 metr qilib oddiy naves solganman. Shu naves 9 qator shipir, bunaqasiga eniga 4 qator shipir ketgan. Oddiy, arzon usulda molxona qurib qo'yganman. O, eski molxonamni ichida qishda olib kirib ega baylab qo'yib, haydab olib kirib qamab qo'yib, kunduzi bega qamab qo'yib boqqanman. O'tgan deyarlik Qurbon hayitgacha bo'sh yurgan, keyin mana shu buqalarni baylaganman. Ungacha mana shu molxonada navesda bo'sh yurishgan. Mana hozirda bular 8 tasi sotilib, 2 ta qoldi. O chekkadagini kuzda 4 oy oldin 12 millionga oldik. Bu akamning buqasi, mana hozir o'sha 10 ta buqalardan mashq qoldi. Molxona molni ko'pab olib, qimmat qilib qurmaganmiz. Arzon 5 million pul ketgan xolos. 6 metrlik strapl qo'yganman. Ag'iga yo'lagiga 2 metrlik yo'lak tashlaganman. Bo'ldi, shu bo'yicha mana shu navesda, mana shu qishda shu sovuqlarda ham mana shu yerda yurdi. Buyli qishda ham mana shu yerda katta bo'ldi bular. Hozir ham mana ko'chada qor yog'ib sovib ketdi. Mana shu navesda mana oddiy klyonka qilib qo'yganman. Klyonkani ham mana 2 qavat qilganman. Orada ochiq joy bor. Termos hisobida turgan. Shu oddiy arzon usulda qilib boqdim. 10 ta novoz turaverdi qishi bilan. Bu yil qishda, o'tgan qishda 10 ta turuvdi. Bu yilga qishda 6 ta turdi. Sovqatish taglari sovqatmadi, muzlamadi tagi har holda. Sinov tariqasida har kuni paqirda suv qo'yib qo'ydim. Bir gideta bir 10 kun muzladi suv sasa. Shu obunachimiz aytdi, shunga bola obzor qildik. Taglarni oddiy stasha qilganman, mana zagonga moslab qo'yib yuborish usulida. Unaqa tekis. Bularni ham sotsak yana maydalaymiz. Yana o'shanaqa qilib qo'yib yuborib boqamiz zagon usulida. Mollar o'shanda ishtahasi yaxshi, yugurib, sakrab, netib yaxshi yuradi. Biridan biri qizg'anib, hashakka ham yaxshi edi. Hozirda mana shu buqalarimiz 1 oy oldin totganimizda 1-2 fevralda monisi 514 kilo chiqdi. Mana bunisi 515 kilo chiqdi. Monisi kelganda 12 million oldik, o'sha 1 oy oldin totganimizda 367 kilo chiqdi. Hozirda endi bu ham Xudo xolasa 400 kiloga borib qolgandir. O'ta tez semiryapti, yaxshi. Ona menikilarga qaraganda bu yaxshi semiryapti. Yemi buniki makka bilan kepayyapti. Makka bilan kepakka sinovga boryaptim. Kelganda o'ta g'arib edi. Mana ustilari tekislanib, semirib o'ta tulab yotibdi. Mana hozir qildim, taradim, tulash. Sinovga ular kunjara 3 kilo kunjara. Hozirda 2 kilo kepayyapti. Ya kunjara debman. Kunjara 2 kilo kepak. Hozir paytda. Bular kunjara yeganiga qaraganda menimcha Makkaning effekti ham yaxshi ekan shekilli.
Menimcha makka yaxshi ta'sir qiladi shekilli. Ratsionga makka unini ham qo'shish kerak ekan. Mana shu buqa balkim o'zi o'zgaryapgandir. Mana shu faqat kunjara yemagan, makka yeyapgan. Un bilan makkani un qilib kepakni o'zini yeyapgan. 1 kilo 300-200 oralig'ida makka uni yeyapgan. Kepak, bu ham 1,5 kilo kepak yeyapgan.